Qizim nufuzli universitetni tamomlagan, ishi ham yaxshi. Meni bo'yimda bor. Axir bu birinchi uchrashuvimiz bo'lsa. Xo'sh. Sizga farqi bormi buni? Bo'lmasamchi, uchrashuvdan oldin yosh qiz deyishgandi-ku, ikkinchi qo'l ekan-ku. Ustiga ustak 300 ming qalam pulini so'ragansizlar. Oilaviy firibgar ekansiz. To'xtang, ketmang iltimos. Ziychan, nimalar deyapsan o'zi? Bu qalin puli akaga uy olish uchun kerakligini bilasanmi o'zi? Chindan homiladorman. Kim bilan olishib yuribsan? Xonalarga xizmat ko'rsatish. Yordam ber. Iltimos. Menga yordam ber. Shundagina erga tegishimga to'g'ri kelmaydi shekilli. Sendan so'rayapman. Kim u yigit? Qalin pulini o'sha yigitning to'lasin. Kimligini bilmayman. Homiladorligimni hammaga aytib bo'ldim. Endi esa meni hech ham qimmatga sota olmaysiz. La'nati! Yo'qol! Boshqa buyda qorangni ham ko'rmay. Daf bo'l! Bolajonim. Oilam qistovlaridan meni ozod qilganing uchun rahmat senga. Seni dunyoga kelishingdan juda ham xursandman. Besh yildan so'ng. Dudu, meni o'sha yerda kutib tur. Men esa uy egasi bilan gaplashib kelaman. Xo'p bo'ladi, oyijon. Menga qara Ziychan. O'zi nima bo'lyapti? Ijara haqini bir haftadan beri kechiktiryapsan. Atiga 2000 bo'lsa. Opa, haligi loyihamga buyurtmachim hali pulini bermadi. Pul to'lashi bilan darhol sizga o'tkazib yuboraman. Va'da beraman. 3 kun muhlat beraman. To'lasang to'lading, bo'lmasa uyni bo'shatib qo'yasan. Meni tirikchiligim shu. Xayriya bilan shug'ullanmayman. Amaki, shosh sotib olasizmi? Rahmat bolakay, kerak emas. Dada, ozroq kutaylik. Mubay hozir kelib qoladi. Hozir uni ko'rgim ham kelmayapti. U haqida bepush degan mishmishlar yuribdi. Senga esa baribir. Sulolamizda 10 avloddan beri bittagina o'g'il merosxo'r bo'lgan. Sen esa yana ota bo'la turib shunga e'tibor ham bermaysan. Mubay bolalikdan mushukning ham erkagini boqardi. Qayerda unga xotin topib nevara ko'ramiz? Unga qizlar yoqishiga ham shubham bor, ochig'i. Bo'lmagan gapni gapirmay, Xudo saqlasin desang-chi. Parvardigor, o'zing asra. Nevara jonimga o'zing madad ber. Menga tezroq sog' salomat evara ato et, Xudoyim. Bunga iltijo qilishingiz befoyda. Axir chet elnik-ku. Mubay sizni ahmoq qilish uchun sotib olgan. Chet ellik xudo degin. Hada. Bobo, shar sotib olmaysizmi? Bu bola nega bunchalar Mubayni bolaligiga o'xshaydi? Nahotki chet ellik xudo ham mo'jiza yarata olsa? Mubay, qara o'g'ling. Qara, meni evaram bor ekan. Bobo, ko'chada duch kelgan bolani ushlab olib, seni o'g'ling deyapsizmi? Juda ham kulgili-ku. Bizning Tizian avlodining chap qo'lida xoli bor. Nima?
Ha, rostdan ham yanglishmabman. Bu bizning Ziyan avlodining zurriyodi, demak Ziyan sulolasining davomchisi bor. Voy, bular o'g'rilarmi deyman? Qaranglar, ana u yerda nima bor ekan? Hoy, evara. Hoy, Bobo, hazillashmang. yaxshiyam chaqqon ekanman. Bolani sochidan bir tola yulib oldim. Tezroq kasalxonaga, doimga tekshiruv o'tkazishim boraylik. Bobo, kompaniyada ishlarim bor. O'yinlaringizni o'zingiz o'ynayveringlar. Men aralashmayman. Hoy, nodon. Hozir evaramdan ham muhim ish bormi? Ko'p gapirmay, jim o'tirib kut. Javoblar chiqdi. Javoblar chiqdimi? Menga deng. Bir ko'raychi. Men birinchi ko'raman dedim, men birinchi ko'raman. Uchindan ham mening o'g'lim. Nahotki o'sha ayol bo'lsa. Xudo, rostdan ham meni evaram ekan. Sen yaxshi bilmas ekanman. Hamma ishni bizdan yashirib pishirib bo'psan-ku. O'zini bilmaganga olishini qara, nimaga qaqqay turibsan? Tezroq boqqa bor. Ziyan oilasini zurriyodini qaytar. Bizning oilada 10 avloddan beri bitta merosxo'r bo'lgan. Salom, shart sotib oling. Yo'q, kerak emas. Oyijon, Dudu. Dudu, qorning ochdi. mana oyijon non olib kelganman. Oyijon, qarang, yetsa bo'ladi. Dudu, oyligim chiqsin, senga mazali ovqatlar tayyorlab beraman, xo'pmi? Oyijon, nonim shirin, juda ham mazali ekan, ha? Har tomondan qidiringlar. Xo'p bo'ladi.